Xo'p, mana men qishloqqa ham yetib keldim. Obunachilar hammaga assalomu alaykum do. Obunachilar, sizlar bilan men Artex Minecraft. Bolalar, men qishloqqa yetib keldim, sababi shaharda juda ham zerikib ketgandim. Sanjar qolganda o'zi uddalasa kerak. No, endi Sanjardan hech narsa yo'q. Chunki Minecraft'im o'chib ketganda. Salom jitel. Salom. Merda yo'q edi, bilmaysanmi? Merda yo'q. Quduqtolda katta uy. Okey, Quduqtolda katta uy. Mayli, mana shu bo'lsa kerak, chunki boshqa katta uylar yo'q. Assalomu alaykum janob mer. Alaykum assalom. Uka. Qanday yordam bera olaman? Menga uy kerak edi. Uy, bitta eskiroq ko'zisa bor. Qancha u? $3000. 3000 arzona. Ha, meni plastigimga tashlab borishim mumkin. Okey. Plastingizni aytsangiz, men o'shani tashlab yuboraman. Bo'ldi. Mana qani? Tushdi. Bir dona ko'zisa bor qishloqda o'sha. Xo'p, janob mer, rahmat. Okey, obunachilar. Qishloqlar yaxshi ekan, mana shu bo'lsa kerak. Sababi bitta eskiroq ko'znitsa dedi. Qishloqda bitta ko'znitsa bor dedi. Mana shu bo'lsa kerak. Yo jinirsan. Bu chirib ketgan-ku, la'nata, mana nega arzon ekan. $3000 ga uy juda arzon obunachilar. No mayli, o'zim remont qilib olaman. Borib biroz daraxt olib kelamiz. Xo'p. Obunachilar, menga instrument. Salom jitter. Salom. Menga instrument sotuvchini uyi kerak. Quduq oldidagi kichkina uy. Mana shumi? Ha, o'sha. Okey, avval daraxt chopishni oldin bolta olib olishim kerak. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Menga bolta va keyin kirka hamda lopata kerak. Hozir sizga sanab beraman. Stop, men bunday ketmon olib olibman, adashib. Mendan qancha bo'ldi? $14. $14 hozir, okey. Hop, $14 beramiz. Obunachilar, skinimga e'tibor qo'yamiz, chunki Minecraft o'chib ketdi yangi versiya bilan. Mana janob, $14 edi. Ha, $14. Okey, rahmat. Yana kelib turing. Hop. Minecraft'im o'chib ketdi. Xullas, yangi versiyani tortganim uchun. Shunday ekan, men anchagina muammolarga duch kelib qoldim obunachilar. Jinirsan, modlar, kartalar hammasi yo'q bo'lib ketgandi. Yaxshi ham o'zimning eski versiyamni yana tortib oldim. 1.20, 1.80 versiyani obunachilar. Chunki bu versiya menga yoqib qoldi. Mayli, 1.30 versiyani tortgandim. Afsuski, u versiya menga yoqmadi. Sababi ba'zi modlar u versiyada ishlamas ekan. Albatta, kanalga obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosing. Men tezroq 1K bo'lib olmoqchiman. Ya'ni 1000 ta obunachi. Xo'p, bolalar, mana bu yerdan chirib qolgan, ya'ni namiqib qolgan taxtalarni olib olamiz, doskalarni. Okey, mana bu yerda ham bor ekan. Lekin uy juda eski ekan. Mayli, remont qilib olamiz. Adashib ketdim. Tilimni sepib chiqib ketyapti obunachilar, tilimni sepib chiqib ketyapti. Videolarni ham sekin chiqayotgan sababi shu Minecraft versiyalar almashinuvi bilan bog'liq. Bundan keyin videolar tez chiqib borishiga harakat qilaman chiqarishga. Endi Minecraft'ning o'zimning versiyamdaman. Demak, bu videolar tezroq chiqishiga sabab bo'ladi. Mayli, kommentga tushib bir narsalar yozib qoldiring, men har birida o'qib chiqaman obunachilar. Mening pichog'im xanjar, ya'ni pichoq hisoblanadi, bu xanjar hisoblanadi. Bu juda o'tkir obunachilar, undan ehtiyot bo'lish kerak. Va jitillar ko'rib bo'lsa, yana politsiyaga sotib berishmasin. Keyin qishloqqa muammoga duch bo'lib xullas. Tushundingiz? Okey, bularni ham olib olamiz. Ko'zinsa, lekin arzonga oldim. Menimcha eski bo'lgani uchun, remont talab bo'lgani uchun arzon. Agar o'zi remont qilingan tayyor bo'lganda kamida 10,000 deyishardi, kamida. Sababi ko'zitsalar o'yinchilar uchun maxsus uylardan hisoblanadi va ular qiymat hisoblanadi. Ancha katta uylar va ularda lavasi bo'ladi. Bunda lava ham yo'q ekan. Mayli obunachilar. Xo'p, bu yerga endi men daraxt olib kelaman. Ungacha kamerani o'chiraman. Mana obunachilar, men 15 ta daraxt oldim.
menimcha yetib qolsa kerak. Ularni taxtaga, ya'ni doskalarga aylantirib, qilib. Mening xanjarim juda o'tkir. Obunachilar, bu bilan o'ynash kerak emas. Mayli. Biz bularni doskalarga aylantirib olamiz. Obunachilar, shoshmanglar. Men hammasini aylantirib oldim shekilli. Mayli. Keyinchalik yana kerak bo'lsa olib kelamiz. Hozir eski, bu yerda ham bitta qolib ketibdi. Namiqqan doska. Mana uni ham qo'yib olamiz. Okey. Bu yerda yaxshilab remont qilsak, bu yerda biz oxirigacha yashashimiz mumkin. Balki shaharga ketarman. Shaharga ketkim yo'q. Ya'ni qishloqda yashash yaxshiroq, sizlarga aytsam, shaharda yashashdan. Mayli. Ko'p gapirmaymiz. Yaxshi. Sizlarga aytsam, bu yerda vashi endi bizga tosh kerak ekan. Mayli, olib kelamiz. Mana obunachilar, o'zim bilan 13 ta tosh olib keldim. Sizlarga aytsam, shaxta ichidan kimlarning baqirgan ovoz keldi. Shunchaki cho'chib ketdimki, 13 ta toshni olib, yugurib chiqib kelaverdim. Boshqa shaxtaga bormasam kerak shu bilan. Mayli. Agar yana tosh kerak bo'lsa, prosta yerga qarab ko'lab, o'sha yerdan olaveramiz. Menimcha hech kim so'kmasa kerak. Yetmadi jinirsan. Mayli. Mana obunachilar, men o'zim bilan 30 ta tosh oldim. Okey, endi bularni qo'yib chiqamiz. Yetadi, umid qilamanki yetadi. Mayli. Bu yerda qo'ydik, bu yerga lava. Menga lava kerak emas. Men chunki lava bilan hech qanday ish qilmayman. Temirchi emasman-ku. Mayli. Menimcha bu yerda mendan oldin ham qandaydir o'yinchi yashagan, lekin ancha yillar oldin. Sababi bu uyga anchagina yillar bo'lgan, sababi chirib ketganda bu uy. O'zingiz ko'rdingiz video boshida qanchalik xaroba ahvolda edi. Bu yerga bitta daraxt qo'yish kerak ekan-da, bu yerga. Mayli. Olib kelamiz. Xo'sh, uyda atrofida ko'rib chiqamiz. Challa joy qoldi. Bu yerda o't bor ekan. Okey. Bu yerda ham mayli. O'tlarni qaranglar, bo'yimdan kelishini. Mayli. Bu yerda qandaydir g'alati yer bloklari. Mayli. Xo'p. Men borib biroz daraxt olib kelaman. Sababi ustumlari bittasi buzib qo'yilgan ekan. Okey, obunachilar, mana men olib keldim. Okey, 6 ta olib keldim. Menimcha yetadi. Adashmasam yetsa kerak. Mayli. Mana obunachilar qo'ydim. Endi zo'r bo'ldi, obunachilar. Uyimiz cho'tki remont bo'ldi. Bu yerlar o'zi shunaqa ekan, Taxta qo'yish shart bo'lsa, mayli. Okey, obunachilar, mana cho'tki zo'r. Obunachilar, gap bo'lishi mumkin emas. Endi kirib uyimizni ichiga ham narsalarni qo'yib chiqamiz. Shoshmanglar, bu yerga daraxtdan qo'yib yuboribman. Mayli, hozir biz versakdan o'zimizga yo'q. Stop, balki daraxt kerak bo'lar. O'zimda 47 ta taxta bor ekan, o'shalarni ishlatib beraman. Men sandiq yasashim kerak edi. Yo'q. Eshik adashib ketdim. Keyin sandiq ham yasaymiz. Okey, eshikni qo'yib olamiz. Hatto bu uyning eshigi ham yo'q, jinarsan. Lekin ikkita eshigida qayerga qo'yaman? Bularni tashlab yuborsam kerak. Qolgan musorlarni, ya'ni menga keraksiz bo'lgan narsalarni shu yerga tashlab yuboramiz, obunachilar. Xo'p, okey, mana ularni menga bu kerak emas. Va eshiklarni sotsak bo'ladi, obunachilar. Eshiklar kerak. Ikkita eshikni qanchaga sotish mumkin? Albatta kommentariyaga o'z izohlaringizni yozib qoldiring. Mayli. Endi men o'z narsamni, divonimni va boshqa narsamni qo'yib olsam bo'ladi, obunachilar. Bu divonni qo'yamiz. Nega divon pushtirayni desangiz, agar bu qishloqda meni deb qotillik bo'lib qoladigan bo'lsa, ya'ni men kimnidir o'ldirib qo'yadigan bo'lsam, shubhalanishmasliklari uchun men sandiq yasab oldim va men sizlarga bir narsa ko'rsatmoqchi edim. Mana mening quroldim. Bu o'zimni himoya qilish uchun emas. Xullas, sizlarga aytsam, avvalgi videolarda ko'rgan bo'lsangiz, men ko'p qotilliklar qilganman. Ilk qotilligim Markni o'ldirganim bo'lgan. Markmidi, kimidi? Maxmidi, kimidi? Jinirsan. Mayli, qiziq emas. Ismiga tufurganman u ablahni. Janob mer. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim? Menga ferma kerak. Ferma, seni uydagi katta ferma $50. $50? Ha. Fermalar pullik. Men sizga o'zingizni kartangizga tashlab qo'ydim $50 ni. Tushdi uka. Bo'pti. Xo'p, mayli.
Firmani ham pulli qilish insofdami? Yo'q, bu yerda hammasi o'sgan cho'tki ekan. Shuning uchun pulli ekan. Mayli, bitta ketmon sotib olamiz. Salom janob instrumentchi. Salom. Menga ketmon kerak. Xo'p, ketmon olib oldim. Mayli. Endi biz firmamizda ko'ngli tozalab, janob merga borib topshirsa bo'ladi. Sababi qishloqlarda firmadagi sabzavotlarni ertalab bilan olib, janob merga topshirishadi. Keyinchalik oylik to'lashadi. Janob mer bizga oylik to'laydi. Balki bu qishloqda ham shunaqa bo'lsa kerak. Qani ko'ramiz. Firmalar bekorga kerak emas-ku. O'zimiz uchun ishlatsak, uni pulli qilish nima uchun kerak janob merga? Axir janob o'zi qishloq merlari hamma narsadan pul ishlashni o'ylashadi. Ochko'z bo'lishadi, to'g'risi. Qo'pol aytganda ochko'z bo'lishadi merlar. Bu yerda sakradimmi bu yerda? Mayli. Qishloq merlarni g'iybatida qilmaymiz. Yaxshisi narsalarni ekib, o'zimiz qiladigan ishlarimizni joyida qilib, bu yerga sabzi ekamiz. Qishloqda men vaqtinchalik yashamayman, sababi shaharda politsiya meni qidirayotganda adashmasam, sababi o'zlaring bilasizlar, men bu yerda ko'p ishlar qilib yubordim. Kameraga ularni vazblarni videoga ham olmaganman. Xullas, bir politsiyachini otib o'ltirib qo'ydim. Bu katta jinoyat sizlarga aytsam. Xo'p, mayli. Okey. Buni real hayotga aloqasi yo'q. Xullas. Bu janob merga qani bersak bo'lardi. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Sizga sabzavotlar topshiraman ertabdan. Shunaqa. Mana olishingiz mumkin. Sabzilar va kartoshkalar ekan. Sen jinnimisan, nima qilyapsan? Nima bo'ldi? Hammasi bitta-bittadan tashlayapsan. Axir hammasi bitta tashlashang bo'ladi. To'g'ri aytasiz. Nega o'zi rostdan ham bitta-bittadan tashlayapman? Kalingni biroz ishlatgin-da. Xo'p, mayli janob mer, rahmat. Mana, okey. Bilasizlar, ishimizni boshlab ham oldik. Endi hammaga xayr, keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar.